Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Siz bilan o'qituvchingiz Usmonova Nodira Bahodirovna. Bugun biz siz bilan 4-sinf ona tili darsining shakl bildiruvchi sifatlar mavzusini o'rganamiz. Azizlar, YouTube'da to'liq va batafsil video darslarimni joylab boraman. Agar bu darslar sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting. Aytgancha, men Instagramda ham faoliyat olib boraman. U yerda o'zimning metodikalarimni ulashaman. Sinfingiz jamoasi bilan birgalikda top va ta'rifla o'yinini o'ynang. Buning uchun o'qituvchi biror bir buyum yoki narsani ta'riflab beradi, lekin uning nomini aytmaydi. O'quvchilar esa o'qituvchining ta'rifiga asoslanib, qaysi buyum yoki narsa haqida gap ketayotganini topishlari kerak. Masalan, bu yumshoq, oq va muzdek bo'ladi. Bolalar ta'riflar asosida javobni aniqlaydilar. Endi o'quvchilarning o'zlari biror buyum yoki narsani tanlab, uni sifat so'zlari yordamida ta'riflashadi. Boshqa o'quvchilar esa ta'riflanayotgan buyumni topadilar. 44-mashq. Rasmdagi tort, muzqaymoq, sharbat, gazlangan ichimlik, suv, pista, shokolad, chips va bug'doyning rangini, shaklini, hajmini, mazasini ayting va yozing. Sifatlarning tagiga chizing deya topshiriq berilgan. Topshiriqning tagida namuna ham keltirilgan. Demak, aziz o'quvchilar, quyidagi yegulik va ichimliklarni diqqat bilan kuzating va namuna asosida yozing. Yozib bo'lganingizdan so'ng sifatlarni aniqlab tagiga chizing. Rasmlar asosida taxminan quyidagicha ta'riflarni keltirib yozishimiz mumkin. Tort rangli, dumaloq, katta va shirin. Muzqaymoq rangli, konussimon va shirin. Sharbat sariq, suyuq, muzdek va mazali. Chips sarg'ish, yupqa va sho'r. Suv shaffof, suyuq va mazasiz. Shokolad jigarrang, to'g'ri to'rtburchak va shirin. Pista uzunchoq, mayda va mazali. Bug'doy tillarang, uzunchoq va taxir. Gazlangan ichimlik suyuq va shirin. Aziz o'quvchilar, rasmga diqqat bilan qarang. Ushbu mahsulotlardan qaysi biri foydali-yu, qaysi biri zararli? Javoblaringizni izohlab bering. Foydali mahsulotlar: apelsin, limon, avokado, ko'katlar, sarimsoq, lavlagi sharbati. Bu mahsulotlar vitamin va foydali minerallarga boy. Ular organizmni turli kasalliklardan himoya qiladi, immunitetni mustahkamlaydi va tanaga kuch-quvvat beradi. Ko'katlar va sarimsoq organizmni tozalaydi. Apelsin va limon shamollashning oldini oladi. Avokado yurak faoliyati uchun foydali. Lavlagi sharbati esa qonni tozalashga yordam beradi. Zararli mahsulotlarga sho'r bodring, kartoshka fri, oq non, dudlangan mahsulotlar, gazli ichimliklar, shokolad, ya'ni turli xil shirinliklar va fast food taomlar kiradi. Bu mahsulotlar tarkibida tuz, shakar va yog' miqdori juda ko'p bo'ladi. Ularni ko'p iste'mol qilish oshqozon faoliyatini buzadi, ortiqcha vazn to'plashga olib keladi va yurak hamda buyraklarimizga zarar yetkazadi. Gazli ichimliklar va shirinliklar tishlarni yemiradi. Dudlangan mahsulotlar esa organizmga zararli moddalar kiritadi. Shuning uchun bunday ovqatlarni kam iste'mol qilish kerak. Orif To'xtash o'zbek bolalar adabiyotida munosib o'rin egallagan shoir hamda yozuvchi. U asarlarida bolalik, vatan, tabiat, do'stlik va odob axloq mavzularini sodda, ravon va ta'sirchan tilda yoritadi. Hozir siz bilan birgalikda Orif To'xtashning Bolalik baxti she'ri bilan tanishamiz. Bolalik baxti. Orif To'xtash. Ko'rkam vatan qo'ynida ochildi gul lolalar. Madh etamiz shodlikni biz baxtiyor bolalar. Osmonimiz musaffo, tiniq otar tongimiz. Kelajakka nur sochar, yorqin misol ongimiz. Tinch bo'lsin yer kurrasi, olov qalblar gurillasin. Madhiyadir olamga bolalarning urrasi.
Ushbu go'zal she'rimiz bolalarning tinch va osoyishta yurtda baxtli yashashi, quvonch va shodlik bilan ulg'ayishi tasvirlangan. Musaffo osmon, yorug' tong va osoyishta hayot bolalar baxtining eng muhim omili ekanligi ta'kidlanadi. Yurt tinchligi saqlansa, bolalar erkin o'ynab, xotirjam o'qib, kelajakka ishonch bilan qadam qo'yadilar. She'r bolalar qalbidagi quvonch, vatanga muhabbat va tinchlikka bo'lgan intilishni ifodalaydi. Ushbu she'rimizdagi sifat so'z turkumiga tegishli so'zlar ko'rkam, baxtiyor, musaffo, tiniq, yorqin, tinch va olov so'zlaridir. Ular qanday so'roqga javob bo'ladi? Qadrli o'quvchilar, mana shu she'rni daftaringizga ko'chirib yozing va sifatlarning tagiga tegishlicha chiziq chizing. 46-mashq. Berilgan rasm qaysi ertakdan olingan? Shu ertakka yana qanday nom qo'yish mumkin? Ertakni eslang va shakl bildiruvchi sifat ishtirok etgan gaplarni yozing. Ertakdan sifatning boshqa ma'no turlariga 3-4 ta misol keltiring deya topshiriq berilgan. Aziz o'quvchilar, rasmni diqqat bilan kuzatar ekanmiz, bilamizki, mashhur o'zbek xalq ertagi Zumrad va qimmat ertagidir. Ertakka boshqacha nom qo'yadigan bo'lsak, yaxshilik va yomonlik, mehnatsevar qiz yoki odobli qiz va dangasa qiz kabi sarlavhalar qo'yish mumkin. Siz qanday sarlavha qo'ygan bo'lardingiz? Endi ertak mazmunini eslang. Ertakdagi ayrim hodisalarga shakl bildiruvchi sifatlarni qo'shib, gaplar tuzing va daftaringizga yozing. Shuningdek, ertakdan sifatning boshqa ma'no turlariga oid 3-4 ta misol keltiring. Masalan, Zumrad tandirda dumaloq nonlar yopar ekan yoki qimmat to'g'ri to'rtburchak shaklidagi xontaxta atrofida o'tirib, tinmay ovqatlanib o'tirar ekan. Sifatning boshqa ma'no turlariga esa quyidagi gaplarni yozish mumkin. Masalan, Zumrad ozoda qiz bo'lgan ekan. Tomda qizil va oq sandiq bor. Oq sandiqni qoldirib, qizil sandiqni olib tush, debdi sehrgar buvi. Keyingi gap, Zumrad mehribon otasini ko'rib, quvonib ketibdi. So'nggi gapimiz, qimmat og'ir sandiqni sudragancha uyga yetib kelibdi. Aziz o'quvchilar, ushbu gaplar sizlarga namuna sifatida berildi. Sizlar ham mana shunga o'xshatib gaplar tuzib yozishingiz mumkin. Bugungi uyga vazifa 47-mashq. O'qish savodxonligi darsligidagi Ona qarzi nomli hind xalq ertagidagi sifatlarni ko'chirib yozing. Siz ham onangizdan qarzmisiz? Qarzingizni qanday uzishingiz mumkin? Fikringizni 3-4 ta gap bilan yozing. Topshiriqlarni bajarishdan avval Ona qarzi nomli hind xalq ertagini o'qib yodimizga solamiz. Ona qarzi, hind xalq ertagi. Rafiq degan bola bo'lgan ekan. Bir kuni u dadasining nimalardir yozayotganini ko'rib qiziqib so'rabdi. Dada, nima qilyapsiz? Hadeb nimalarni yozyapsiz? Dadasi shunday javob beribdi. Hisobotlarni to'ldiryapman, o'g'lim. Rafiq hali kichkina bo'lgani uchun hisobot so'zini tushunmas ekan. Hisobot? Nima degani, dada? deb so'rabdi u. Hisobotmi? debdi dadasi o'g'liga qarab. Buning ma'nosi shuki, men davlat ishini qilaman. Qilgan ishim uchun davlat menga pul to'laydi. Lekin men qanday ishlar qilganimni, kimlarga qanday ishlar qildirganimni davlat qayerdan biladi? Shuning uchun men falon ishlar bajarildi. Shu ishlar uchun menga falon rupiya miqdorida pul to'lanishi kerak deb qog'oz to'ldiraman. Ana shu qog'oz hisobot deyiladi. Buni eshitib, Rafiqning dilidan shunday o'ylar kechibdi. Dadam qilgan ishlari uchun davlatdan pul olar ekanlar. Demak, men ham uyda qilgan ishlarim uchun oyimdan pul olishim kerak. Axir, ba'zida oyim kechalari ham ish buyurgan paytlari bo'lgan-ku. Shundan keyin Rafiq bir varoq qog'oz bilan ruchka olibdi-da, o'zicha shunday deb yozibdi. Oyimning Rafiqdan qarzi. Oyim Rafiqdan quyida keltirilgan miqdorda pul qarz bo'lib, uni to'lab qo'yishi lozim. Bir oyda ukamni ovqatlantirganim haqqi 1 rupiya 0 paysa.
Bir oyda do'kondan narsa xarid qilib kelganim haqi 1 rupiya 0 paysa. Bir oyda non keltirib berganim haqi 0 rupiya 80 paysa. Hammasi bo'lib 2 rupiya 80 paysa bo'ladi. Rafiq hisobotni oyisi qand shakar saqlaydigan javon ichiga tashlab qo'yibdi. Ertasiga kelib o'sha joyini qarasa, pul yotibdi. Rafiq shosha-pisha pulni olibdi-da sanab ko'ribdi. Roppa rosa 2 rupiya 80 paysa. U o'zida yo'q suyunibdi. Suyunmay bo'ladimi? Bu yoqdan hisobot yozdi. Bu yoqdan mehnat haqqi oldi. Lekin pul bilan birga oyisi bir qog'oz ham qo'ygan ekan. Rafiq qog'ozni olib, undagi yozuvni o'qiy boshlabdi. Rafiqning oyisidan qarzi. Rafiq oyisidan quyidagi miqdorda qarzdor bo'lib, qarzini tezda to'lashi kerak. 12 yilgacha uni tarbiya qilish haqqi 0 rupiya 0 paysa. 12 yilgacha uni boqib, qornini to'yg'izish haqqi 0 rupiya 0 paysa. 12 yilgacha unga kiyimlar, sut, qatiq va boshqa mayda-chuydalar olib berish haqqi 0 rupiya 0 paysa. Hammasi bo'lib 0 rupiya 0 paysa. Rafiq hang-yu mang bo'lib qolibdi. U yugurib borib o'zini oyisining oyog'iga tashlab, "Oyjon, meni kechiring, ahmoqlik qilibman, xato qilibman", debdi yig'lamoqdan beri bo'lib. O'ylab qarasam, bir zamonda bajargan xizmatimni ham minnat qilibman. Lekin siz ko'zimni ochdingiz. Bo'ynimdagi sizning qarzingizni umr bo'yi ham to'lay olmayman. Uncha-muncha qilgan ishlarim esa bu qarzning 1000dan 1 ham arzimaydi. Soddadil o'g'lining og'zidan bu gaplarni eshitib, onasi dil-dilidan suyunibdi va o'g'liga shunday debdi: "O'g'lim, halol bo'l, insofli bo'l, hech kimga yomonlik qilma. Rostgo'y bo'l, birovlarning dilini og'ritguvchi dilozor bo'lma. Mening sendan tilagim shu." Rafiq, aytgan gapingizdan chiqmayman. Siz o'ylaganday odam bo'lishga harakat qilaman, deb oyisiga so'z beribdi. Onalarning haqqi shunchalik ulug'ki, uni to'liq uzishning iloji yo'q. Shu bois farzandlar har kuni onasini xursand qilishga, ko'nglini og'ritmasdan yashashga intilishi kerak. Hurmat, e'tibor va mehr bilan munosabatda bo'lish farzandlik burchining eng go'zal ko'rinishidir. Onaning duosini olib yashash esa eng katta baxtdir. Ona qarzi ertagida kichkina, falon, qarzdor, soddadil, halol, insofli, rostgo'y, dilozor so'zlari sifat so'z turkumiga mansubdir. Ular qanday so'roqlarga javob bo'ladi? Mashqning topshirig'idagi siz ham onangizdan qarzmisiz? Qarzingizni qanday uzishingiz mumkin so'roqlariga quyidagicha matn yozish mumkin. Ona bizni cheksiz mehr bilan tarbiyalagan aziz insondir. Har bir bola onasining ko'nglini og'ritmasdan, uni xursand qilishga harakat qilishi kerak. Onaga yordam berish, hurmat bilan gapirish va gapini tinglash yaxshi farzandning belgisidir. Onaning duosi esa farzand hayotiga yorug'lik va baraka olib keladi. Qadrli kuzatuvchilar, bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video sizga manzur kelgan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.